Bugun siz bilan Toshkent City'dagi Hilton mehmonxonasida birgalikda nonushta qilib obzor qilamiz. Ketdik. Ertalab dugonam bilan birga nonushta qilmoqchi bo'ldik. Dugonam bilan teskarimiz, u nonushtada hech narsa yemaydi, ammo bo'lsa ertalabdan baquvvat ovqatlanishim kerak. Shuning uchun shvedskiy stoli bor Hilton mehmonxonasidagi restoranni tanladik. Endi shvedskiy stolda nimalar borligini o't-ido sizga ko'rsatib beraman. Men sevadigan burchak glutensiz va shakarsiz mahsulotlar burchagi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda issiq mahsulot ovqatlardan tashqari siz uchun maxsus individualniy o'zingizni xohishingiz va tanlovingizdan kelib chiqib omletlarni tayyorlab berishadi. Mana buyurtmam ham tayyor bo'ldi. O'zim xohlagandek rafinatlanmagan zaytun yog'larida qo'rtirdim. Endi buning yoniga albatta svejiy salatlarni, barra salatlarni qo'shamiz. Shvedskiy stol bo'lgani uchun xohlagan narsalaringizni olib yesangiz bo'ladi. Unumli 100% arabikali amerikanosiz tasavvur qila olmayman. Shuning uchun ichishga amerikano oldim. Men o'zim sog'lom ovqatlanganim uchun PP mahsulotlarni oldim. Kashalarni ham mazasini ko'rdim. Hiltonga kirishingiz bilan shunaqangi atmosferniy, chiroyli qilib archalarni yasatib qo'yishgan, hali ham yengil shukuhi bor. Hilton mehmonxonasidagi nonushtamizni 2 kishiga 700 ming so'mga tushdi. Endi 3 kategoriya bo'yicha baholaydigan bo'lsak, servisga men 10 dan 8 qo'ydim. Ovqatlarga keladigan bo'lsak, ya'ni ovqatlarning mazasiga, qaysidir ovqatlar juda ham mazali, qaysidir ovqatlarda umuman maza yo'q. Shuning uchun 6,5 7 larni qo'yaman. Endi narxiga keladigan bo'lsak, narxi bir kishi uchun $30 atrofida bo'lyapti. Narxiga men emas, o'zingizlar ko'rdinglar, servisi, ovqatlarni, shvedskiy stollarni narxi kelib nonushta qilishga arziydimi, arzimaydimi kommentariyada yozib qoldiring.